Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan hozirgi o'zbek tilida so'z turkumlari, xususan mustaqil so'zlar va mustaqil so'zlardan fe'l so'z turkumi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzumiz asosan 4 reja asosida ko'riladi. So'z turkumlari va ularning tasniflash tamoyillari, so'z turkumlarining ko'chishi, fe'l va uning umumiy grammatik ma'nosi, fe'l derivatsiyasi to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Dastavval sizlarga kichik bir topshiriq bilan yuzlanmoqchiman. Mana kichik bir matn berilgan. Matnga doir so'z turkumlarini o'zimiz bilganimizcha maktab ta'limida yoki undan keyingi bosqichlarda o'rgangan bilimimizga tayangan holatda so'z turkumlarini ajratamiz. Xo'sh, buni sizlarga taqdimot sifatida tashlab beraman va namuna sifatida ayrimlarini keltiraman. Masalan, oppoq toza dasturxonga yurgaklangan chaqaloqni tizzalari orasiga yotqizib, tebratib o'tirgan juvon ayvonning lang ochiq derazasidan bo'ynini cho'zib hovliga qaradi degan gap va boshqa qismi. Oppoq so'zini olamiz, oppoq so'ziga qanday degan so'roqni beramiz, to'g'rimi? Demak, qanday so'roqni olgan so'z turkumi bu o'zbek tilida sifat so'z turkumi hisoblanadi. Toza so'ziga navbat keldi. Toza so'ziga qanday so'rog'ini bersak, bu ham aynan sifat ekanligi ko'zga tashlanadi. Dasturxonga so'zida esa dasturxon nima? Bu ot so'z turkumi ekanligi ko'zga tashlanadi. Va ana shu tarzda siz matnning keyingi qismlarini, so'rog'ini va turkumlarini aniqlagan holatda topshiriqni bajarasiz. Xo'sh, o'zbek tilida so'z turkumlari tasniflanganda asosan turkumlar 3 xususiyat bilan tasniflanadi. Ulardan birinchisi semantik tasnif, sintaktik tasnif hamda morfologik tasnifga ko'ra ko'rib o'tiladi. Xo'sh, bunda bu tasniflar qaysi jihatiga ko'ra va nima uchun aynan 3 xususiyatga ko'ra tasniflanadi? So'z turkumlari tasniflanayotganda ularning eng asosiy tasnifi sifatida semantik tasnifni keltirishimiz mumkin. Siz bilasizki, sema degani bu ma'no degan tushunchani ifodalaydi. Demak, so'z turkumlar lug'aviy ma'nosiga nisbatan tasniflarga ajraladi. Bu jihatdan so'z turkumlarining tasnifi 3 guruhga bo'linadi va so'z turkumlarini 3 katta guruhga ajratishimiz mumkin. Ulardan biri mustaqil lug'aviy ma'noli so'zlar, nomustaqil lug'aviy ma'noli so'zlar va lug'aviy ma'nosiz so'zlarga ajratish mumkin. Mustaqil lug'aviy ma'noli so'zlarga so'z turkumlarimizdan asosan mustaqil so'z turkumlari kiradi. Ular atash ma'nosiga ega, borliqda ma'lum bir tushunchani va vazifani bajaradi. Xususan, fe'l so'z turkumi, ot, sifat, son, ravish, bular qatoriga tahlil so'zni ham kiritishimiz mumkin. Xo'sh, olmosh nima uchun kirmaydi? Olmoshni bilasizki, atash ma'nosiga ega emas va atash ma'nosiga ega bo'lgan so'zlarga ishora qiladi yoki ularning o'rnida almashinib qo'llanadi. Fe'l so'z turkumini lug'aviy ma'no birligiga ega sifatida keltiramiz. Masalan, yugurmoq. Uni atash ma'nosini aytishimiz mumkinki, oldinga tez harakat qilmoq. Kitob, o'quv quroli va bu ham atash ma'nosiga ega bo'lgan birlik sifatidir. Nomustaqil lug'aviy ma'noli so'zlarga esa lug'aviy ma'no bildirmayotgan birliklar, mustaqil so'z turkumlaridan olmoshlar va so'z gaplarni kiritishimiz mumkin. Lug'aviy ma'nosiz so'zlarga esa yordam so'z turkumlari, ko'makchi, bog'lovchi yuklamalar kiritiladi. Nima uchun yordam so'z turkumlari lug'aviy ma'nosiz degan savol tug'ilishi tabiiy. Ularni lug'aviy ma'nosiz so'z deb atashimizga asosiy sabab ularda ma'lum bir so'roqqa javob bo'lish xususiyati yoki atash ma'nosini bildirish, bildirilmaslik xususiyati, ya'ni so'roqqa javob bo'lmagan so'z tabiiyki atash ma'nosiga ham ega bo'lmayotgan birlik sifatida keltiriladi. Shuning uchun ham so'zlarni semantik tasnifini 3 katta guruhga bo'lishimiz mumkin. Keyingisi so'zlarning morfologik tasnifi. Morfologik tasnifi bu ikki tasnif asosida ko'riladi: o'zgaruvchi leksema hamda o'zgarmas leksema sifatida. Xo'sh, nima uchun so'zlarni o'zgaruvchi leksema deb ataymiz? O'zgaruvchi leksemalarga bevosita lug'aviy shakl hosil qiluvchi qo'shimchalarni qabul qila oladigan birliklarni, o'zgarmas leksemaga esa lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni qabul qila olmaydigan so'zlarni keltirishimiz mumkin. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar mustaqil so'z turkumlarining aksariyatida, xususan otlarda mavjud. Otlarda son shakllari, subyektiv bahor shakllari, fe'llarda esa nisbat, o'zgaruvchi harakat tarzi va sifatlardagi daraja shaklarini keltirish mumkin. Shundan aniq bo'ladiki, otlardagi lar ko'plik shakli va subyektiv baho bildiruvchi kichraytirish, erkalash shakllari cha, jon, chak shakllari
ular va fe'llardagi orttirma sifat dir shakllari birgalik nisbatda ish, sh qo'shimchasi va sifat darajalaridagi roq, imtir, ish shakllarini o'zgaruvchi leksemalarni ajratishga yordam beruvchi birlik sifatida keltirish mumkin. Demak, o'zgaruvchi leksema sifatida lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni qabul qila oladigan birliklarni aytishimiz mumkin. Va bularning joylashuv o'rni turkumlar nuqtai nazaridan tasnifini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Birinchi ustunda fe'llarda, otlarda, sifatlarda, sonlarda lug'aviy shakl yasovchi mavjud ekanligini inobatga olib, o'zgaruvchi leksemalar qatorini aytishimiz mumkin. Ikkinchi ustunda esa aynan lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni qabul qila olmaganligi tufayli o'zgarmas leksema sifatida taqlid so'zlarni, ravish, ko'makchi, bog'lovchi, yuklama hamda so'z gaplarni keltirishimiz mumkin. Demak, leksemalarning tasnifiga ko'ra ikkiga o'zgaruvchi leksema va o'zgarmas leksema sifatida ajratish mumkin. Keyingi uchinchi tasnifimiz bu leksemalarning sintaktik tasnifi. Sintaktik tasnifi bilamizki, gapda ma'lum bir vazifa bajarish yoki bajarmaslik xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Shundan kelib leksemalarning sintaktik tasnifida asosan ularning nutqda boshqa leksemalar bilan bog'lana olish olmasligi, gap bo'lagi bo'lib kela olish olmaslik xususiyati o'z aksini topadi. Bular ham yuqoridagi kabi 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi gap bo'lagi bo'lishiga xoslanmagan so'zlar, gap bo'lagi bo'lishiga xoslangan so'zlar va sintaktik aloqa vositasi bo'lishiga xoslangan so'zlar sifatida keltirish mumkin. Gap bo'lagi bo'lishiga xoslanmagan so'zlar bular undov, modal va so'z gaplarni kiritishimiz mumkin. Bevosita gap bo'lagi vazifasida kelishiga xoslangan so'z turkumlari, mustaqil so'z turkumlari, xususan fe'l, ot, sifat, son va boshqalarni keltirib o'tishimiz mumkin. Sintaktik aloqa vositasi bo'lishiga xoslangan so'zlar esa ular yordamchi so'z turkumlari, ko'makchi, bog'lovchi, yuklamani keltira olamiz. Chunki ko'makchi va bog'lovchi boshqa so'zlarni yoki mustaqil so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Masalan, akam oldim degan ikki birlikni akam ot, oldim degan fe'l birliklarini uchun ko'makchisi orqali mazmun va grammatik jihatdan bog'lash mumkin. Akam uchun oldim. Yoki gap bo'lagi bo'lishiga xoslangan shakllardan fe'l va otni namuna qilib keltirishimiz mumkin. Ishmat keldi. Keldi fe'l so'z turkumi gapda kesim vazifasida, eshmat so'zi esa gapda ega vazifasida ot so'z turkumi bilan ifodalanyapti. Demak, so'z turkumlarini tasniflashda mana shu jihatlar asosiy o'rin egallaydi. Shundan kelib chiqib, o'zbek tilida so'z turkumlarini 3 katta guruhga ajratishimiz mumkin. Bular mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar, oralikdagi so'zlar sifatida. Mustaqil so'z turkumlari ma'lum bir so'roqqa javob bo'ladi, gapda ma'lum bir vazifani bajaradi, shuningdek, atash ma'nosiga ega. Yordamchi so'zlar ma'lum bir so'roqqa javob bo'lmaydi, gapda so'zlarni bir-biriga bog'lash yoki ularga qo'shimcha ma'no yuklash vazifasini bajaradi, atash ma'nosiga ega emas. Oralikdagi so'zlar o'z nomi bilan ham mustaqil so'z turkumining, ham yordamchi so'z turkumining aksariyat belgilarini o'zida aks ettiradi. Shuning uchun ham bu so'z turkumini oralikdagi so'z turkumi sifatida baholash mumkin. Ko'rib turganingizdek, mustaqil so'z turkumlariga ot, sifat, son, olmosh, ravish va fe'lni keltiradigan bo'lsak, yordamchi so'z turkumlariga ko'makchi, bog'lovchi, yuklamalarni aytishimiz mumkin. Oralikdagi so'zlarga esa undov, modal hamda tahlil so'zlarni aytishimiz mumkin bo'ladi. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, so'z turkumlari sifatida jami 12 ta so'z turkumini qabul qilamiz va bular doirasida biz matn tuzamiz, nutqimizni grammatik va mazmun jihatdan bog'laymiz va umuman olganda hozirgi o'zbek tilidagi turkum nuqtai nazaridan asosiy tayanch bo'lgan birliklarni tashkil etadi. Mana hurmatli tomoshabinlar va talabalar, bugungi mavzuimiz mana shular edi. Kimlarda qo'shimcha savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, izohlarda fikringizni bildirishingiz mumkin. Qolaversa, shaxsiydan murojaat qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.